Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari do'stlar. Bugun Premye Ege'dan Nexia 2 kelib turibdi. Holati zo'r ekan. Ko'rib, tekshirib olaverasizlar. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 300 ming kilometr yurgan. Nexia 2 ligini monitor ko'ribdilar. Monitorlari bor, kolonka, usulitr hamma narsasi bor, chexol, rullar ham takoy boshqacha rullar qo'yilgan. Holati вообще zo'r. Usulitrlarim bo'ngillab aytib chotki bo'lib. Balon plus 4 dona yumshatma balon qo'yilgan. Balonlar ham toza ekan. Metan gaz ham bor. Xullas, tayyor avtomobil do'stlar, kraskasi nijniy krishasi sapilgan ekan, zanglar uchun. Urari yo'q. Holati zo'r. Narxini keladigan bo'lsak, 35 million so'm narx aytilib turibdi. Premye Ege'dan xohlasanizlar kelishib, pastda turgan nomerlar telefon hisobidan kelishib olaverasizlar. Premye Ege'ning avtomobili do'stlar. Videoga like bosamiz. Nexia zabiglari videoni tashlab qo'yamiz do'stlar. 35 million so'm 2009-yil 300 ming kilometr yurgan. Ana shu eshikda vakuumli joy bor ekan, kraskasi tushmagan. Xullas, obshipkani ochib icham tarafdan shuni chiqarib olish kerak. Shumkalar ham bor ekan. Like bos, esdan chiqmasin do'stlar. Hammaga videoni tashlab qo'yamiz.